Sizlarda ham issiqmi? Tapichkamga erib ketyapti. Pishib qoldi bu. Ye, ana u internator ham issiqda so'lib qopti. Doktor, chaqirganda yo'qdir. Tinchlikmi otaxon, nima bo'ldi? Ye, qizim, belayim bo'lib qopsan-ku. Otaxon, issiqda ozgina dam o'tib qopti. O'zingizga ozgina dam bering, ko'chaga chiqmang. Ha, o'zimga dam beraman bo'lmasa, uzun marketdan basen zakaz qilib mazaf cho'milib o'tiraman. Bu issiq ambulatoriyaga admin qilyapti-yu. Assalomu alaykum. Uzun marketdan buyurtmangiz yetib keldi. Va xotin, to'rtta tuxum pishir, qorni ochib ketdi. Xo'p, dadasi. Voydod! Ya bu issiqda tuxumlar jo'ja ochib yuboryaptimi? Men ham basendan chiqmayman bo'lmasa.